Assalomu alaykum. Madaniyatimiz fidoyilari va muxlislari. Bugun men sizlarga bir ajoyib va yirik olim, boburshunoslikni O'zbekistonda boshlab berganlardan bittasi Hamidulla Hasanov va uni ijod to'g'risida gapirib bermoqchiman. Hamidulla Hasanov juda kamtar inson bo'lganlar. O'zbekistonda shu geografiya fani rivojlanishiga ma'lum darajada hissa qo'shgan. Ayniqsa u kishi o'sha tarixiy geografiyaga katta e'tibor berganlar va 60-yillarda Zahiriddin Muhammad Bobur hayoti va ijodi degan risola chiqargan. Keyin u risola 66-yilda qayta chiqqan va umuman O'zbekiston olimlarini geografiya faniga qo'shgan hissasini alohida juda ham katta monografiya qilgan. Hamidulla Hasanov men aspirantlik vaqtimda Boburnomadagi qushlar, daraxtlar, o'simliklar to'g'risida maqola yozib, men hali hech kim tanimagan aspirant yigitman. Fan va turmush jurnaliga topshirgandim. Endi ana shu jurnal hayotini asos edilar professor Hamidulla Hasanov. U kishi maqolamni ko'rib ma'qullabdi, vaholanki o'sha paytda Boburga qarshi biroz g'arazli qarash bor edi. Undan so'ng bir marta O'zbekiston televideniyasida Bobur to'g'risida ko'rsatuv qilinadigan bo'ldi. Shunda Sabohat Azobjonova bor edi. Hamidulla Hasanov, Shukrullayeva, Sayyora men bor edik. Shunda gap ketdi. Boburnoma tugatilish to'g'risida Sabohat aytdilar, u Boburnoma faqat Bobur Hindistonda yozgan deganda Hamidulla ketdi. Boburnomada shunaqa ma'lumotlar ko'p, ularni bitta o'tirishda yozib odam o'zini xotirasida saqlashi qiyin. Shuning uchun Bobur uni yoshligidan boshlab ma'lumotlarni yig'ib borganligini tasdiqlashga harakat qildi. Umuman Hamidulla Hasanov o'zini kamtarona lekin qilgan mehnatlari, keyin olimlar tayyorlashga juda ham katta hissa qo'shib, boburshunoslikda o'zini ma'lum o'rniga ega. Endi Boburnoma ensiklopediyasi 2 marta chiqdi. Shu ensiklopediyadan juda ko'p internetdan materiallardan foydalanildi tuzuvchilar tomonidan. Lekin ana shu Hamidulla Hasanovning Bobur geografiyasiga va umuman xalqimiz tarixiy geografiyasini o'rganishga qo'shgan hissasi munosib baholandi deb ayta olmayman. U kishining joyi jannatda bo'lsin va ilmimiz, fanimiz tarixiga qo'shgan hissasini biz unutmasligimiz kerak. E'tiboringiz uchun rahmat. Agar ko'rsatuv sizlarga ma'qul bo'lgan bo'lsa, biron yangilik bera olgan bo'lsa, like bosib o'z fikringizni yozasizlar degan umiddaman. E'tiboringiz uchun rahmat.